Assalamu alaikum muhtaram televizor Көріп atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabia Qadir xonimning bildirishicha, bu qitimliq Amerika-Xitoy kishilik huquq dialogida Xitoy hukumati osonlik millatlar siyosatida masala borligini muayyan darajada e'tirof qilgan. Rabia xonimning aytishicha, u 13 va 14 avgust kunlari Amerika Davlat ishlar ministrligida kishilik huquq dialogiga qatnashgan Amerika vakillari bilan ko'rishgan. Rabia xonimning bildirishicha, suhbat jarayonida Amerika taraf Uyg'urlarga qaratgan siyosiy, diniy bostirishlar haqida isbotli materiallarni ko'rsatib, Xitoyni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Rabia xonim mundaq dedi: "Albatta Xitoylar bundaq fikrlardan o'zini qochiradi. Lekin bu navbat Xitoy o'zining osonlik millatlar siyosatiga oz-to'l o'zgartish kirgizmasi bo'lmaydiganligi haqida eg'iz ochibdi." 18-navbatlik Amerika-Xitoy kishilik huquq dialogi Kunming shahrida 2 kun davomlashib 31-iyul oxirlashgan edi. Aygül yezliq doktorxona boshlig'i Aygül vaqasi haqida ziyoratimizni qabul qilib, vaqadan keyin 10 qutqizish mashinasi yordar to'shiganligi, yordarlar sonining 50 dan tuvan emasligini bildirdi. Doktorxona boshlig'i Turg'un Tursun mundaq dedi: "Mencha mashina va qatnash sonini hisoblasaqla, yordarlar soni 50 dan tuvan bo'lishi mumkin emas." Uning bildirishicha, vaqadan keyin Aygüldan Aqsuga yordar to'shish shu kun kech soat 10:30lardan ertesi degan soat 3:30gacha davomlashgan. Xitoy doiralari 7 avgust Aqsuning Aygül yezisida yo'lsiz diniy cheklamalarga norozilik bildirgan dehqonlarga o'q chiqarib, qonliq voqea keltirib chiqargan va bir necha Uyg'urni o'ldirgan edi. Doiralar ilgari Aygüldagi voqeada 3 kishining o'lganligi va 20 necha kishining yaralanganligini ma'lum qilgan. Turkiya poytaxti Anqarada Uyg'ur Supersi nomli tunji Uyg'ur oshxonasi ochildi. Oshxonada Uyg'ur tamoqlarining butun turlari bor bo'lib, bu yillik Ramazon davomida Anqaradagi Uyg'urlar iftor ziyofatini bu oshxonada o'tkazgan. Anqaradagi Uyg'ur Supers oshxonasi shahar markaziga yaqin joylashgan bo'lib, oshxona Anqarada yashayotgan Uyg'ur va O'rta Osiyo turk jumhuriyatlaridan kelgan o'quvchilar to'planadigan joyga aylangan. Ziyoratimizni qabul qilgan oshxona xo'jayini Uyg'urlarning yemak madaniyatini tanitish uchun bu oshxonani ochganligini ta'kidladi. Xitoy doiralari Urumchidagi Uyg'ur nopusini qattiq kontrol qilayotgan mezgilda Urumchiga kelgan Xitoy ko'chmanlarining soni bo'lsa hasilab ko'paygan. Uyg'ur biz to'rining xabariga qaraganda Urumchining navbatdagi ahmi nopusi 1 milliondan oshgan. Xabarda Urumchi jamoat xavfsizlik organlari e'lon qilgan sonliq ma'lumotdan naql elib ko'rsatishicha, Urumchidagi ahmi nopus soni 2001-yildan bu yil 5-oyga qadar yana 850 ming ko'paygan, 1,105,431 ga yetgan. Urumchi shaharlik xalq qurultiyi 2009-yil kuzda e'lon qilgan bir qonun loyihasida Urumchiga keldigan yoqi yurtlik Uyg'urlarning Urumchida uy ijara elishini qiyinlashtirgan. Keyin mazkur loyiha qonunlashtirilib ijro qilinishga boshlagan. Bu qonun loyihasi boshqa yurtlik Uyg'urlarning Urumchiga kelishi va Urumchida tijorat bilan shug'ullanishiga og'ir qulaysizliklarni tug'dirgan edi. Qashqar viloyatlik o'tirish sotining 23-aprel Maralbes Seriqbo'yi voqeasiga chetishlikka ilgari surilgan Uyg'urlarga bergan jazosi tanqidga uchradi. Bu yil 4-oyning 23-kuni Qashqarning Maralbesh noyasi Seriqbo'yi bozorida to'qinish yuz berib, 21 odam o'lgan. Mazkur voqea Uyg'ur elining ichki sirtida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Xinhua agentligining oshkorlashicha, mahkama Musa Hasan Rahmon G'opurga o'lim jazosi, Bahri Valiga muddatsiz qamoq jazosi bergan. Osman Mehmet qatorliq ishkaylarga 9 yillikdan qamoq jazosi berilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi bayonotchisi Dilshod Rishid sud hukmining adolatsiz va siyosiylashtirilganligini bildirdi. Tayvanda turishli Xitoy o'qituvchi zot Lin Baoxua apandi Xitoy doiralarining maqsadi Uyg'urlarga qonunni ijro qilish emas, ularni qo'rqitish va mutlaq itoatga majburlash deb ko'rsatdi. Aygüldagi voqeada bir oila tuqqanlari ichida bir kishi o'lgan, bir kishiga o'q tekkan, 6 kishi qamalgan. Bu oila voqeada o'q tekkan 4 yoshli qiz Subhinurning oilasi. Voqeada uning dadasi Mehmet Ahmed qizni doktorxonaga olib keyin o'zi ikki qarindishi bilan birlikda tutib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqeada o'lgan 27 yoshli G'opir Davudmu Subhinurlar oilasiga tava. Voqeada marhum G'opir Davudning dadasi va ikki qarindishi tutilgan. Oshkorlanishicha, voqea yuz bergan 16-kent 2-guruhdagi yoshlarning hammasi degidek tutib ketilgan.
Möhtərəm televizor kögüçülər, yuqorda Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüng. Kelər həftə görüşkiçə aman boğaysızlar. Xeyir xoş. Xeyir xoş.